Assalomu alaykum boy ota, yaxshimisiz, salomatmisiz? Sizga bir xizmat bor edi, ofisga kelib keta olasizmi? Hoji aka, bizga nima xizmat? Boy ota, chaqirishimdan sabab firmami mashinasi. Siz ham qo'g'on kuymasin. Sizga shu mashinani beraman. 5 oy, 6 oy ichida aylantirib menga berishingiz kerak. Nech pul bera olasiz? Hoji aka, bu firmaning mashinasi. 6 oyda 35 ming qilib bersam bo'ladimi? Bo'ldi, 35 ming bo'lsa 35 ming. 5 oy, uzog'i 6 oyda dokumenti bitadi. Biroz hamma taniydi. Mana mashinani kaliti. Siz bilan baylashdik. Sog' bo'ling. Diyor aka, sizga bitta mashina bor, Equinox. Ko'rasizmi? Assalomu alaykum, Diyor aka. Yaxshimisiz? Sizga aytgan Equinox'im shu. Faqat dokumenti 6 oyda bo'ladi. Siz menga naqd pul berasiz. 6 oyda men sizga dokument qilib berishim bilan la'zim berdim, erkak kishimni beraman. Boy ota necha pul so'rayapsiz? Naqd 35 ming bering, 6 oyda dokumentni qilib beraman. 28 bo'lsa olaman. Begona emas 30 bo'lsa ola qoling buni. Kelishdi. Boy ota, mana pulingiz 30 ming. To'g'ridir, har doim to'g'ri 6 oyda dokumentni qilib xudo xolis. Sog' bo'ling. Endi buni aylantirish kerak. Jo'lonboy, Assalomu alaykum. Siz Jo'lonboy, nima mashinalar bor? qanaqa mashina kerak, aka? Tirikchilik bor mashinalar kerak-edi. Aka, bilasiz, bizdan faqat tirikchilik bor mashinalar, endi bo'y mashinamizdan bor. Mana xohlasangiz 3-4 ta mashinalarimiz bor. Xohlaganingizni tanlab olasiz, aka. Deb motori bilan boya ko'rsatgan qora jentren menga o'tdi. Choyga yem beradi, to'g'rimi? Bo'ldi, aka, soqqani sanang. Baraka. İşlari yaxshimi o'zi o'rtoq? Yaxshi emas-da o'rtoq, sal orqa ishlarim orqa tortgan hozir. Mashina olganman, sota olmayapman, nima qilishni bilmayapman. Vashim vaziyatim og'ir hozir o'rtoq. Xohlasang butunchi tanishlar bor. Mashinalaring o'shanga o'tkazamiz. Tushunmadim, butunchi tanishda deysanmi? Bu qanaqa u? O'rtoq, butunchilarmi? Butunchilar, например, 30 minglik mashinani olib borasan, 1 oyda 35 ming qilib berishadi. Tanishlar qo'yaman, cho'tki bo'ladi. Faqat ko'ngildan chiqarib berarsan menga. Ibrohim aka, mumkinmi? Keling, Nasirboy. Alaykum, yaxshi keldingiz. O'rtog'im Farruh, anjitgan odam, Ibrohim. Mashina egasizmi? Og'aynim aytgan boya ikkita mashina, mana 40 mingga 1 oyga o'tdi, Ibrohim aka. 42 ming emas, 40 ming bo'lsa o'tdi mashinangiz menga. Baraka, 1 oyda pulni olasiz. Baraka aka. Ha boy ota, ne telefon nomisiz? Siz bilan nimaga baylashganmiz, nimaga kelishganmiz, aytganmisiz? Bugun 6-oy oxirgi kuni bo'ladi. Ertaga eshigim tagida mashina bo'lsin. Tushundingizmi? Yo 02 qilishim kerakmi? Menga qizig'i yo'q. Kimga bergan bo'lsangiz, shundoq olib kelib qo'ying. Boy ota, mana 6 oy bo'ldi, mashinani sotdim. Dokumentlarini qilib bermaysiz menga. Tezlashtiring iltimos. Nosir, ana odamlaring 5 oydan beri tanishtirgan odamlaring. Yeri tegida ham yo'q, hech qachon topolmayapman. Mana adetlarim bor, nima qilishni bilmayman o'rtoq. O'sha bilmayman nima qilishni. Nima qilay hozir? Uyimni sotib turibmi, nima qilay? Uysiz qolaman, vatansiz qolaman-ku hozir. Top ber menga, sen tanishtirgan. Hayot gulzor kezdim, tikonlaring chiqdi yo'ldan, nada